Hammaga assalomu alaykum do'stlar, kanalimga xush kelibsizlar. Bugungi videomizda sizlar bilan birgalikda stream qilayotgan paytimizda qanday qilib ekranimizda chatdagi yozuvlar, chatda yozishadigan yozishmalarimiz ekranimizda stream payti stream chiqib kelishini qanday qilishni bizlar bilan o'rganib chiqamiz. Tayyor bo'lsizlar boshladik. Streamlabs birinchi o'rinda Streamlabs OS streamlabs.com saytiga kirib olamiz. Saytiga kirganimizdan so'ng mana shu o'yinimiz ochiladi. Xolasizlar buni kompyuterlarga yuklab olsanglar bo'ladi. Xolasizlar saytni o'zida qilsa bo'ladi. Saytni o'ziga kiramiz. Bu yerda qaysi platformada stream qilishni tanlaysizlar. Twitch taqsizlar, YouTube taqsizlar, TikTokda yoki bo'lmasa yaqinda yangi ochildi, Kick taqsizlar ham bo'ladi. Bizga kerak hozir albatta YouTube uchun kerak bo'ladi. YouTube platformasini tanlaymiz. Bu yerda o'zimizga kerakli qaysi akkauntda qiladigan bo'lsak, stream qaysi akkauntda stream qiladigan bo'lsak, o'sha akkauntimizni kirgizishimiz kerak bo'ladi. Google akkauntimizni. Akkauntimizga kirib olgandan so'ng mana shu tasdiqlarni bajarishimiz kerak. Baradajit barchasini Vivet VPN'ni bosib turib, baradajitni bosib qo'yamiz. Albatta bu Streamlabs saytida kerakli tekshiruvlarni bemalol olib boradi. Shuning uchun ruxsat so'raysizlar uchun nima qilsak bo'ladi? Shuni shu подписчикlarda yoki bo'lmasa kommentarlarda o'zi nazorat qiladi. Birinchi o'rinda shu o'yin ochiladi sizlarda. Okay, let's do it. Yani tanishtiryapti. Skip qilsak ham bo'laveradi buni. Bu yerda sizlarga taklif qilyapti. Pullik bepul obunalari bizga kerak. Bepulni tanlaymiz-da. Bepulni tanlab olsanglar bo'ladi, chunki pulli narsalar kerak emas. Barcha qonun qoidalarga roziligimizni bildirib turib continue bosib qo'yamiz. Bo'ldi. Bu yerda uni shu o'ynaymiz. Endi nima qilsak bo'ladi? Xo'p, bu yerda eng birinchi qiladigan ishimiz albatta chatlarimiz. Bu yerda chatlar, chatbox, mana chat qilishlarimiz kerak bo'ladi. Chatbox kerak emas bu yerda. Bu yerda namunamiz o'ng tarafda ko'rsatilyapti. Mana bu yerda shu o'yinlar ko'rsatiladi. Tanlagan nimani tanlasak, mana shu ko'p chiqyapti uni. Mana shu tarzda kelib chiqadi deyapti chatingiz. Endi buni qanday qilib shunday oddiy hozir boshqacha nastroykalarni to'g'irlamasdan shunday ko'chirib olamiz, qanday qilib deysizlar. Mana bu yerda click to copy widget URL deyapti. Ya'ni widgetni ko'chirib olsanglar bo'ladi. Widget turishini shunday qilib chiqaveradi YouTube'da. Silkasini. Endi nima qilamiz deysizlar? Bu yerda avtomatik stream qilsanglar, avtomatik shu yerdagi chat bu yerda mana shu silkalar orqali o'taveradi. Har bitta YouTube'dagi chatni bu yerdan OBS'ga ko'chirib o'tirmaysizlar. Mana shu widget copyright qo'yganimiz OBS'ga o'tamiz. OBS'dan shu o'yin ochiladi. Bu yerda endi plusni bosasan, mana shu tanlagan bo'lsanglar, mana shu o'yindan plusni bosib turib, brauzer tanlab olamiz. Brauzerdan chat OBS chat stream deb qo'yamiz. OK deb bosamiz va bu yerda mana shu o'chirib tashlaymiz. Silkaga to'g'rilab turib, boyaga ko'chirib olganimizda Ctrl V qilib turib, copyright qilganimizda Ctrl V qilib olamizda qo'ya olamiz. Bo'ldi. Bu yerda o'lchamlarni ko'rsatyapti. Nechiga necha qilasan, nechiga necha deyapti. Bu yerni keyin o'zingizlarga moslab to'g'rilab olsanglar ham bo'ladi. Bo'ldi. OK deb bosamiz. Uni shu o'ynada ko'chirilmani qayerga qo'ysanglar, bu tomonga qo'ysanglar bu tarafga ko'rsatadi, bu tarafga qo'ysanglar bu tarafga. Asosan buni shu pastga qo'ysanglar hamma uchun qulay bo'ladi. Shu o'ynada ko'rinadi. Endi bu o'yinni qanaqa qilib o'zgartiramiz deydigan bo'lsanglar, ustiga bosib turib, mana shu 800 da 900 qilib qo'ysanglar bo'ladi, 900 qilsanglar mana yana enaga cho'zilib ketaveradi. Endi buni yozuvlari qanday ko'rinadi deydigan bo'lsanglar, endi buni shu Streamlabs'ga qaytamizda. Endi show viewers platform ikonlarini ko'rsatish kerak ham deyapti. Ya'ni o'zini YouTube ikonlarini ko'rsatish kerak bo'lsa, show deb yoqib qo'yasizlar, kerak bo'lmasa o'chirib qo'ysalar YouTube ikoni ko'rinmaydi. Albatta bu qiziq bo'lishi uchun YouTube ikonini belgilab qo'ysalar yana qiziqarli ko'rinadi. Xo'p, emojilar yana boshqa narsalar kerak bo'lsa, mana bunaqa emojilar ko'rinsinmi deydigan bo'lsalar, buni ham belgilab qo'ysalar bo'ladi. Boshqa yana bu funksiyalari shunaqa funksiyalarni tanlasalar, sound bilan ovozlarni ham qilsalar bo'ladi. Ya'ni obuna bo'lganlarda ham ovozlarni qo'shsalar bo'ladi. Buning o'rtasida chat delay deyapti. Har xil ranglarni tanlasanglar bo'ladi. Custom o'zingizlar avtomatik mana bu orqa fon kerak emas sizlarga. Sizlar uchun o'zi avtomatik OBS o'zida orqa fon yo'qolib ketadi. Unda bu yerda o'zida pastdan chiqib kelaveradi. Xo'p. Still clean deyapti. Boshqacharoq mana stillarni o'zgartirsanglar bo'ladi. Boshqacha stilda mana buni yozuvlari mana bunaqa tarzda chiqadi. Old school stilda deyapti. Mana bunaqa tarzda kelib chiqadi. Mana bu ham chiroyli ko'rinishlari mana bunaqa tarzda, chiroyli tarzda kelib chiqadi. Katta bo'lib ko'rinadi. Bu ham qiziq narsa. Shunaqa turib, bo'ldi, save setting qilasizlar. Bo'ldi, endi keyingi chatlaringiz mana bunaqa ana shu ko'ringandek mana bu yerga qo'yib olganingizdan keyin mana shu tarzda
oyingizda kelib chiqib kelaveradi bemalol. Shunaqa qilib foydalansanglar bo'ladi. Bu saytda o'zida ham juda ko'plab funksiyalari bor, yana boshqa ovozlari funksiyalari, ovoz beradigan funksiyalardan juda ko'plab funksiyalar bor. Bu haqida ham hali xudo xolasa albatta video qilishimizni xohlasanglar, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Pastda kommentariyada agar shunaqa narsa qolgan ovozlar narsalar ham qiziq bo'lsa, yana qolgan funksiyalar qanaqa qilib qo'llanadi, nima uchun shu qiziq bo'lsa, albatta kommentariyaga yozib qoldiringlar va kanalimga obuna bo'lishni unutmanglar. Yangi chiqadigan videolar albatta shunaqa qilib bo'lishini xohlasanglar, obuna bo'linglar, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Hop. Keyingi videolar chiqib boradi. Asta esa donatilkalar ham bor, o'tib donat qilib qo'llab-quvvatsanglar ham bo'ladi. Savollar bo'lsa albatta donat orqali ham jo'natsanglar bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar. Videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar.